Har yili bir xil gap. Yangi yil nishonlash mumkin emas deyshadi. Mana shuncha dalil turibdi-ku. Bu shunchaki yil almashinuvi xolos. Nimaga odamlar tushunmaydi buni? Afsuski, sen o'ylagandek oddiy bayram emas, birodar. Aslida bu bayram qadimgi rimliklar paytida joriy qilingan. O'sha paytda ko'p xudolik bo'lgan. Hattoki oylari nomini ham o'zlarining ma'budlarining nomiga qo'yishgan. O'shalardan bittasi yanvar bo'ladi. Yanus, ya'ni boshlanish xudosi. Shuning uchun mana shu oy kirib kelishini, mana shu ilohni ilohlashtirish, ulug'lash uchun mana shu bayram joriy qilishgan. Lekin hech kim bunaqa deb nishonlamaydi. Diniy qiyofa bo'lmasa bo'ldi bayramda. Bu shunchaki dunyoviy yilni almashinuvi xolos. Birodar, bayramda nomi o'zgarishi yoki uni tarixini odamlar bilmasligi bayramning hukmini o'zgartirib qo'ymaydi. Misol uchun Christmas bayramiga qara. Dunyo bo'yicha nishonlayotgan odamlardan so'rasang, aksariyati Iso alayhisalom tanimaydi. Ular bir ibodat qilishni ham bilmaydi, cherkovga bormaydi, ibodat libos kiymaydi. Ular shunchaki o'yin-kulgu, xursandchilik qilishadi xolos. Shunda ham bu musulmonlarga joiz bo'lmasligining sababi nima? Chunki uni asosi shirkiy bayram. Shuning uchun u kuni bayram qilib, ularni ulug'lashlariga, ilohlashtirishlariga hissa qo'shmaslik kerak bo'ladi. Unda bu hadischi Rasululloh sollallohu alayhi vasallam ikkita qiz bayram qilayotgan bo'ladi. Hali Boz jangiga bag'ishlangan bayram. Shu paytda Abu Bakr ularni to'xtataman deganda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam jim deganlar. Har bir qavmning o'zining bayrami bor deganlar. Nima deysan bunga? Birodar, hadisni davomichi. Agar bilib turib yashirayotgan bo'lsang, islomga xiyonat qilyapsan. Agar bilmagan bo'lsang, unda boshqa bu masalaga aralashma va tavba qil. Asli hadis bunday bo'ladi. Aysha radhiyallohu anha rivoyat qiladilar. Uyimizga Abu Bakr radhiyallohu anhu kirdilar. O'sha paytda ikki ansorli qiz Buos voqealari haqida qo'shiq hirgoya qilib o'tirgandi, lekin ular qo'shiqchi emas edi. Shunda Abu Bakr radhiyallohu anhu jahllari chiqib ketdi va aytdilar: "Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning uyida shaytonning musiqa asboblarimi?" O'sha kuni Eid kuni edi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdilar: "Ya Abu Bakr, ey Abu Bakr, inna likulli qawmin aida, har bir qavmning bayrami bor. Vergul. Va haza aiduna, va bu bizning bayramimiz." Birodar, u bizning bayram bo'lgan, boshqa qavmning bayrami bo'lmagan. Yana bir hadis borki, bu hadisning o'zi boshqa bayramlarni nishonlash mumkin emasligiga dalil bo'ladi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Madinaga hijrat qilgan paytlarida u yerdagi aholining 2 kuni bo'lgan. Shunda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam so'raganlar: "Bu qanaqa kun?" Ular aytishgan: "Biz johiliyat paytida mana shu 2 kunda o'ynab kulardik." E'tibor ber, birodar, ular ibodat qilmasdi, ular libos kiymasdi qanaqadir diniy. Ular shunchaki o'yin-kulgu, xursandchilik qilardi. Lekin Rasululloh sollallohu alayhi vasallam nima dedilar? Sizlarga Alloh undan yaxshiroq 2 kunni berdi. Bu Qurbon hayiti va Ramazon hayiti. Mana shuning o'zi dalil bo'ladiki, islomda ham, dunyoda ham musulmonlar uchun 2 bayram bor xolos. To'xta. Unda innamal amalu binniyatchi. Amallar niyatga qarab bo'lmaydimi? Bu hadis qayerda qoladi unda? Birodar, bu hadisning tafsirini bilasanmi? Yo'q. Amallar qabul bo'lish uchun 2 shart topilishi kerak. Niyat xolis Alloh uchun bo'lishi kerak. Xolis. Amal esa Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning yo'llariga tushish kerak. Agar niyating xolis bo'lmasin, lekin amaling Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning yo'liga tushsin, bu amaling botil bo'ladi va qabul bo'lmaydi. Agar niyating xolis Alloh uchun bo'lsin, lekin amaling Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning yo'liga tushmasin, bu amaling ham qabul bo'lmaydi va johillik bo'ladi. Qanaqasiga bugun meni niyatim xolis deb amalimiz Rasulullohning yo'liga tushmasa, shariatga zid kelsa, qanaqasiga bu hadis bizga uzr bo'lsin? Qachonki ikkovi jam bo'ladi, keyin amal qabul bo'ladi. Lekin qara bola, sen shu bemazhablarga qo'shilib qolmaganmisan? To'g'risini ayt. Birodar, endi bunisi ortiqcha bo'ldi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan boshlab sahobalar, salaf solihlar, 4 mazhab imomlaridan birortalari hayitdan boshqa bayramni dunyoviy bayram deb nishonlaganliklari haqida biror sahih daliling bormi? Imom Azam rahimahulloh hayitdan boshqa biror bir bayram nishonlaganliklari yoki nishonlasa bo'laveradi degan fatvolariga daliling bormi? Yo'q. Men seni o'zingning ixtiyoringda bo'lgan bayramlarni nishonlamasdan taqvo qilishga chaqirsam, bemazhab bo'lib qolaman-ku. Sen na Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga, na sahobalarga, na salaf solihlarga, na biror bir mazhab imomiga ergashmasdan turib, seni hukming nima bo'ladi? Mayli-yu, lekin ana ustoz, birodarman. Bu mavzuni yopaylik, choy damla, choy ichaylik undan ko'ra.